Kenayi, men o'g'limni sizlarnikiga 5-6 kunga tashlab ketmoqchi edim. Nimaga? Ha, biz viloyatga safarga ketayotgan ish bilan. Shunga. Voy, Fazilatxon, 2 kundan keyin Tailandga ketyapmiz biz ham dam olishga. Tailandga? Aa, Yo'q-e. akangiz bir tur firma bilan gaplashibdilar, narxini yaxshi qilib beribdilar. Shuning uchun o'shanga ana oilaviy ketyapmiz. Shunaqa deng. Aa, Oyim biladilarmi buni? yo'q, oyijon bilmaydilar. Bilib nima qiladi, kichkina bola-masku biz. Alohida tursak, o'zimiz borib kelaveramiz. Mayli. Ha? Voy. Voy. Oyijon biladilarmi? Oyijon. Yaqinda o'zim oyijon bo'lamanmi, yosh bo'lamanmi? Hamma narsa kerak. Men ham bemalol yashashim kerak-ku. O'zing tug'ibsan, o'zing. Qaragin. Tavba qildim. Men Tailandga bormasam ham bolangga qaramasdim baribir. Oyim biladimi deganingga nechi? Tavba qildim. Bu yurak seni izler hamon. Delbalarca sevdim ey yaran. Ovozimdan ovozimdan. Oye, ovozchalarimdan. Bu yurak seni izler hamon. Delbalarca sevdim ey yaran. Seni esneder bu yomg'ir hamon. Voy dadasi ye. Agar sizga turmushga chiqmaganimda Jennifer Lopez bo'lardim. Ay Jennifer Lopez'imdan aylanay jonim mana. Shu oyiz ertaroq bevaqt soat kelganda sovchilikka. O'zingiz ham kelishgan yigit edingiz-da. Bittada yuragim chirqirib, mayli deganimni bilmay qolganman. Qoyil. Men senga bir yangilik aytaman deb esimdan chiqib qopti-da. Nima yangilik dadajonisi? 10 kundan keyin Tailandga ketamiz. Voy! Yaribda qaytadi dadasi. 10 kundan keyin Tailandga ketamiz. Voy o'lmasa dadasi. Voy! Voy dadasi, men nima kiyaman? Hech narsam yo'q kiyishga. Ya. Faqat to'ylarda kiyadigan kiyimlarim bor. O'shalarni kiy, bo'ladi. Yaltiroq. Voy, qanaqa qilib yaltirab beraman dadasi? Ustimdan kulmaydilarmi? To'y bob ko'ylak deb ketaverasan. Zo'r bo'ladi qaytanga. Menga sayohat to'ydek deysan. Voy, barbaram. Voy, anaqa mana buni kiyimlarini qara desa uyalaman-da dadasi. Ey, bo'ldi, xotin. Bo'pti, men hozir Ikromnikiga borib kelay. Ozgina ishim bor. Ikromga nima qilasiz kech bo'lganda dadasi? Endi, xotin, ozgina qarz so'rashim kerak. Nimaga qarz, tinchlikmi? Bir haligi Tailandga ketishim uchun 300 kerak bo'lyapti-da. Shoshmang. Qarz so'ramay qo'ya qoling dadajonisi. Ertaga men o'zim bir amallarman, ha? Topaman dadasi. Yo'q. Ha? Bilasiz-ku siz uchun hamma narsaga tayyorman. Bu yurak seni izlar hamon. Delbalarcha sevdim ey yorim dadajon. Seni juda ham yaxshi ko'raman, xotin, juda ham. Endi bu pulga mazza qilib sayohatga kiyimlar olaman. Voy, xursand bo'lib ketyapman. Nahotki sayohatga boraman. Har xil ko'ylaklar olaman. Ko'palliklar. Nima dadasi? Alo, hozir menga onam qoldi. Ertaga uyga qishloqdan kelar ekanlar. Menga qara. Ertaga ishlarim ko'p, kech qaytishim mumkin. Onamga yaxshilab qara keldi. Xo'p. Bo'pti. Senlardan ham ayriladigan bo'ldim shekilli. Akula kelyapti. Mana shundoq olib hamlab yutadi pulimni. Peshona qursini.